Bu videoni oxirigacha ko'ramiz. Tirikligida ota-onasiga tik qarab, o'lmasingizdan oldin mana bu narsalarni qilib keting deganlar bor, yo'q emas. Uni ichida hozir ko'rayotganlar o'zini oilasida yoki astag'firulloh deydiganlar bor. Bir xil aytishi mumkin. Da palon shunaqa deyish mumkin. Lekin bitta narsa bor. Tutungan aka-uka hammasi bo'lar ekan, lekin jigaringiz bo'lmasa ekan bitta ko'rpancha. Gastinisaga borsangiz ham deganingiz alohida bo'ladi-da, bitta ko'rpada talashib, uni kiygan kiyimini irganib ham kiymaysiz. O'rtog'ingiznikini, opa-singlingizni kiyib ketaverasiz. Tapichkasini ham kiyasiz, boshqasini ham kiyasiz, jigar topilmaydi. Tug'ib beradigan ota-onangiz yo'q uje. Ana aytishadi-ku, ona topilmaydi, jigar topilmaydi. Bola asrab olsangiz ham bo'ladi, ikkinchi, uchinchi yer ham qolsangiz bo'ladi. Og'ay, oshna og'ayni pulingiz bo'lsa hamma oshna og'ayni. Lekin jigar topilmaydi. Lekin vaqtida etikni yig'ishtirish kerak. Ertaga qariganda, xunovi bilasanmi nima? To'yga palonchi kelmabdi, ay uchib ketgan ekan deydi. Azaga yetib kelmasin o'sha jigari, ana gap so'zni ko'rasan. Ko'zi ochib ketibdi, nimaga desa ilhaq bo'layotgan ekanda, palonchi jigari kelmabdi, ko'zi ochib ketibdi degandan eng og'ir. Keyin o'sha jigar o'lguncha vijdon azobida o'tadi.